hurmatli obunachilarim, YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Shu YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni ko'rsatib boringlar, biz yangiliklarni ko'rsatib. Yangiliklar işte O'zbekistonda bitta desamman bo'ladi. Bitta chiqanlarni ko'rsataman, dizaynerlarni, вообще o'rtasida haqiqiy akvarium, haqiqiy akvarium qarang tursin. Ajoyib bitta tanlovchilar qilsangiz, вообще dahoja bo'ladi. Bu turishini qarang, buni ishlarni qarang, dizaynerni bu ajoyib ishlardan sidenalar, kinoshkalarga olib bersalar, to'liq zaryadda 70-80 kilometr bemalol yuradi. O'ynaylar qarang. Chunki jentralar yo'q bilan o'ynaylar. Butun shu bir yasmi edi. Eng qizig'i bilasizmi? Motorollarga mana bombalar chiqqan. Arzon narxlarda. Burada Osiyoda desam ham bo'laveradi. Mantaqangi savdo qiladigan yo'q bilasizlarmi? Yangiliklar to'yib qo'yaman. Mashinalargacha aksiya qilib, tez kunlarda yangi mashinalardan qo'yib chiqaraman, ko'rasizlar. Videoni yoqqan bo'lsa bitta like bosing. Manzilni bilasizlar. Qo'qon shahar, Navoiy ko'chasi Tobat klinika oldida. Ikkinchisi Marvarid do'konining oldida katta bozor, eng katta bozor degan bo'laveradi. O'zbekistonda yagona bitta like bosib tarqatib olinglar.